Tak, xo'sh, mana shu yerlarga qo'ysam bo'larmikin va yo'q qo'yib Jenursin sandiq bilan bag bo'lyapti. Xo'sh, yaxshi короче, mana shu yerda turib turaversin. Zarari ham tegmaydi. Menimcha foydasi biror kun tegib qoladi. Yo'q, hammaga salom. Sizlar bilan men Fermer Minecraft va yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimizda biz albatta erta tongdan o'zimizning kasbimiz ferma bilan shug'ullanamiz obunachilar. Bizda yana yangi tong va yana yangi video obunachilar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Chunki bizning kanalimiz yangi kechagi videoda aktivimizni juda ham yaxshi ko'rsatib beribsizlar. Uning uchun sizlarga juda ham kattakon rahmat. Xo'sh, yaxshi unday bo'lsa tashqariga chiqamiz. Yo'q, Lamborghini, what the fuck, mana yonida nima qilyapti? Mana bu yerda GTR ham turibdi. Jonson obunachilar, GTR shunchalik kuchayib ketibdimi? Axir ular Lamborghini olyapti. Men hattoki o'zimga bitta Jigulim bor edi, uni sotib yubordim. Jonson obunachilar, bular qanday kuchayib ketyapti, lekin balonlari yo'q ekan. Hammaylar xush, mana bu yer hali ham bo'sh. Bu yerga nima qilishimizni siz kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu yerga qandaydir ideyalar bormi? Nima qilishimiz mumkin bu yerga? Shunchaki bo'sh turibdi-da. Xo'sh, hammaylar obunachilar kelinglar. Wow, просто bomba. Jonursin, meni yaxshi ko'rgan rangim, ya'ni kiyimimning rangida ko'k rangda ekan. Axir atga bir dona baloni bor ekan. 3 ta balonni axir men uyimdan 3 tasini puliga bersa kerak. Menimcha 3 ta balonni ham qamaylik kelinglar obunachilar. Biz birinchi o'rinda mana shu ekin tekinga qarab va bularni merga berib kelamiz va Lamborghini kimiki ekan buni so'rab surishtirishni boshlaymiz. Albatta buni keyinga qoldiramiz, sababi birinchi o'rinda biz ekinlarni tozalab chiqishimiz kerak. Sabab bizni bu ekinlar bizni, ya'ni ishimiz, asosiy ishimiz, kunlik missiyamiz, ya'ni biz buni orqasidan pul topamiz va biz buni orqasidan yashaymiz. Xo'sh, yaxshi obunachilar, kelinglar. Nima desa bo'ladi, merning yoniga boramiz. Birdaniga mer o'sha u yerdagi uyda yashaydi, ya'ni bizning uyimizdan ancha-muncha uzoq. Qat'iyan mana bu ortimdagi bir ikkita uylarda bo'lsa ham mayli edi, lekin bu shunchalik uzoq uyda yashashi shartmikin deb o'ylab ham qolaman ba'zida. Qat'iyan hech qisi yo'q. Xo'sh, janob mer, ko'rsam bo'ladimi? Albatta, kira qol, Astromik. Xo'sh, yaxshi janob mer, yo'q, tochingizni yechib qo'yibsizmi? Ha, ko'rmaysanmi? Kunlar isib ketdi, boshim terlab ketyapti-da, to'g'risini aytsam. Uyam endi. Короче, ekinlarni olib kelingmi? Mana sizga 44 ta sabzi olib keldim. Ya'ni xo'sh, opa, mana siz olishingiz mumkin. Bugungi kunlik missiyam bajarildi degan umiddaman. Albatta, bora qol. Oyliging chiqishiga ham ozgina qoldi-ya. Aha, albatta, atiga 25 kun qoldi. Ajoyib, bora qol, endi bo'shsan. Rahmat kattakon. Xo'sh, yaxshi unday bo'lsa biz uyimizdan chiqamiz va birdaniga Lamborghini kimiki ekan shuni so'rab surishtiramiz va biz albatta birorta yo'lni topamiz. Jonursin sal qolsa quduqqa tushib ketar edim. Давайте kelinglar. Mana bu Jitildan so'rab ko'ramiz. Xo'sh, salom Jitil, isming nima? Birozgina unutib qo'ydim-da, men yangi edimda. Salom, mening ismim Max. Mayli, короче, Max, bu Lamborghini kimniki axir? Meni uyimning yonida mana bunday narsalar bilan bekorga turmasa kerak. Короче, bitta millioner ertalabda keldi. Короче, mana shu millioner mana shuni tuzatishga harakat qildi. Lekin balonlarni qo'ya olmagach, balonlarni otib tashladi, yo'qotib tashladi. Keyin короче, bitta varaqqa yozib sani pochtangga qo'yib ketdi. Короче, shuna bo'ldi-da, keyin o'zi ketib yubordi. Nima mani pochtamga? What the fuck? Qanday qilib mani pochtamga nima yozish mumkin? Bilmayman, balkim qarab tur degandir. Yo'q, xo'sh, mayli, ochib ko'ramiz. Obunachilar, bu yerda pullar nima qilyapti? Kalit, what the fuck, obunachilar, men mana buni ichida nima yozilgan bo'lish kerak? Xo'sh, men millioner, bu mashina metallom tuzalmada 7-chi uyda yashaydigan odamga sovg'a, joy uchun pul qo'yib qo'ydim. Yo'q, obunachilar. Har doim mana shu narsa buzadi. What the fuck? Hammayli videoni davom ettiramiz. Xo'sh, nima obunachilar, axir bizga yo'q bu Lamborghinini sovg'a qilib ketgan bo'lsa ya rostana. Haqiqatdanmi? Axir bu mening uyim 7-chi uy-ku, axir mana bu kalit ham bor. Yo'q, bu yerda joy uchun pul. Obunachilar, buni qoldirgani yetmagandek bizga joy uchun ham pul qoldiribdi. Yo'q, obunachilar. Bilen buzormaylarmi, u narsalar chiqib qolaverib, iltimos Minecraft. Xo'sh, Jitil, короче,
Bu mana ko'rishing mumkin, mana o'qishing mumkin. Короче, bu Lamborghini endi bo'lsa maniki. Yo-mayo, rostdanmi meni bitta aylantirib kelasanmi? Axir baloni yo'q, oldin tuzatib olaylik. Ha, yaxshi, lekin senga bir maslahatim, bugun tezroq garaj qurish kerak. Sababi kimdir o'g'irlab ketish kerak. Bizni qishloqda o'g'rilar yo'q, lekin qo'shni qishloqlardan playerlar kelib olib ketishi mumkin. Ha, playerlar ancha udabron bo'ladi. Seni gapingda jon bor, albatta. Senga rahmat bu gaping uchun. Mana senga Livi $2. Ha, rahmat, boriga shukur, yo'qiga sabr. Короче, senga maslahatim shu. Mayli bo'lmasa kelinglar obunachilar, biz birdaniga mana shu turgan joyga garajchani moslab qurib qo'yamiz. Давайте let's go. Unday bo'lsa biz instrumentlarimizni olib olamiz. Birinchi o'rinda topor va kirka, ba'zi hollarga lopata ham kerak bo'lib qoladi va bizga albatta telefon alohida kerak bo'ladi. Obunachilar, buni nima qilasan Lamborghini desangiz, shunchaki tomosha qilib ham maza qilaman, ja bo'lmasa qiyin vaziyatlarda sotib yuboraman yoki balonini topishga harakat qilaman. Obunachilar, kelinglar, undan avvalgi biz birdaniga daraxt va ozginagina tosh terib kelamiz. Ya'ni biz birdaniga unga garaj qurib yuborishimiz uchun. Albatta kanalimizga obuna bo'ling, videomizni rekomendatsiyaga chiqishi uchun kommentariyaga izohlarga xohlagan yo'q, izohlarga kelinglar, Lamborghini so'zini yozib qoldiramiz. Obunachilar, bu nimaga desangiz, shunchaki videomiz rekomendatsiyaga chiqib, uchib portlab, вообще kanalimiz millionta obunachiga borishi uchun albatta like bosib, videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki video roligimiz juda ham qiziqarli bo'lgan obunachilar, sizlar uchun albatta men tinmasdan gapirib turibman. Ey mol, bor yo'qol, ba molligi Minecraft bak. Baba mol o'lib qol. Mol o'ldirib qo'ydim. Yo, подписчиклар, mol o'ldirib qo'ydim. What the fuck? Hammalar obunachilar chiqisi yo'q. Mol o'ldirgan bo'lsa, mol o'ldirib bizda hech kim bilmaydigan umiddamiz. Albatta u yovvoyi obunachilar. Haram. Hammalar to'lmi. Mayli obunachilar, hindcha azoblash xizmati bo'lib ketmasin. Bu yo'g'a kelinglar obunachilar, biz shunchaki daraxtlar chopishda davom etamiz. Deyarli yarim stak bo'ldi. Mana shuni chopib olsam, bu oxirgisi bo'ladi degan umiddaman. Yarim stakdan ham o'tib ketdi. Endi bo'lsa bizga tosh kerak. Tosh qayerda bo'lishi mumkin? Mana bu yerda tosh ko'rganday bo'ldimmi yoki mana bu yerda tosh bor ekan. Demak, o'sha yerga borib biz toshlarni olib kelamiz. Albatta sizlarga obunachilar time lapse yoki shunchaki videoni pauza qilib kesib tashlayman yoki video davom etadi, buni bilmayman. Montajda video qanchalik uzunligiga bog'liq. Bu joyini eshityapsizmi yo'qmi bilmayman. Agar eshitayotgan bo'lsangiz kommentariyaga eshityapman, mana shu minutni yozib qoldirib, eshityapman deb yozib qoldiringlar. Albatta obunachilar, men juda ham xursand bo'laman. Men har bir kommentariyaga har doim javob yozaman. Albatta obunachilar, men birorta izohni javobsiz qoldirmayman. Agar kanal meni qo'limda bo'lsa, doim men obunachilarim biladi o'zi Estromik, ya'ni meni haqiqiy nikim Estromik. Obunachilar, bilib olinglar, bilmasanglar, короче, mani obunachilarim biladi. Hech qachon mani obunachilarim izohlarda yozib qoldirsa, ular javobsiz qolmagan, hech bo'lmaganda oluvchi qoldirib qo'yaman. Obunachilar, bu juda ham zo'r imba, sizga rahmat degan ma'noni bildiradi. Obunachilar, bu yerga birorta bomish kelib bemalol endi uychi qurib yashab ketsa ham bo'ladi, chunki bu yerni ancha qazib qo'ydim. Bizda 59 ta tosh, 60, 61, 62, 63, 64 ta bo'ldi. Bizga yetarlik bir stak tosh bemalol yetsa kerak. Yetmasa o'sha yerdan kovlab bir nima qilib topib olamiz. No'xati obunachilar, bizga birinchi o'rinda Lamborghini o'rab qo'yish kerak bo'ladi. Sababi Lamborghini deydi obunachilar, davaydi Lamborghini. Lamborghinimizni birortasi o'g'irlab ketmasligi uchun albatta obunachilar, bu ko'k rangda ekan. Qaranglar, mos tushishini qaranglar. Men sevgan rangim ko'k rang va viryulasiga bizga sovg'a qilingan u yo'q joydan. Agar mer eshitib qolsa, qishloqqa men qilamizmi deb qolsa ham hayron qolmagan bo'lardim. Albatta hazil obunachilar, Lamborghinidan albatta 2-3 tasi keladi. Qishloqni puliga ko'rishingiz mumkin. Bizning qishlog'imiz juda ham bahaybat, ulkan. Shuning uchun bizning qishlog'imiz ancha-muncha qimmat turadi. Sizlarga aytsam obunachilar, xo'sh, kelinglar, mana bu yerdan mana shunday qilamiz va ozgincha yo'lni ham yopib qo'yar ekan.
hech qisi yo'q obunachilar, sizlarga aytsam shunchaki buni o'rab qo'ysak hozircha yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Sababi obunachilar, nimaga faqatgina o'rab qo'ymoqchisan desangiz ortiqchalik qiladi. Hatto obunachilar, Lamborghini'ning mana bu yeri qirilmaydimi desangiz, yo'q, albatta bu Minecraft obunachilar, chunki bizning Minecraft obunachilar hech narsa qilmaydi. Xo'sh, nega o'rab qo'yibsan desangiz, o'sha sabab birorta o'g'ri kelib o'g'irlab ketmasligi uchun bu shaxsiy mulkni bildiradigan guvohnoma bo'lishi mumkin. Obunachilar, albatta men Janob Merni ogohlantirib qo'yaman. Bu qilayotgan ishimdan keyin esa Janob Mer ha yaxshi qilibsan deydi deb o'ylayman. Hatto obunachilar, albatta sizlar kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Shuning uchun let's go, mana buni buzib olamiz. Yaxshi. Endi bo'lsa, xo'sh, mana shunday juda ham wonderful. Xo'sh, kelinglar, endi obunachilar tomga chiqib olamiz va biz verstak kerak bo'ladi. Charchab ketdim, to'g'risi gapiraverib o'tib va shit deydi obunachilar. Hamma obunachilar, illa bizda verstakimiz yo'q ekan. Davay verstak. Hamma obunachilar jinni bo'lyapman. Bor kundan kunga xo'sh verstak taqdiga qo'ysam olar. Tak obunachilar, verstakni biz mana shu yerga qo'yamiz. Davayte obunachilar, xo'sh. Nice. 12 ta bizga yetadigan umiddaman obunachilar. Albatta yo'q, sal qoldi obunachilar sal. What the fuck? Fucking bu yerdan qanday glok. Mayli, hazil. Xo'sh, kelinglar obunachilar, biz ay obunachilar. Qaranglar, parkuristman deshayotgan, bilib olsanglar bo'ladi. Parkuristligim obunachilar. Bu yerlarni albatta kulrang fonga qo'yib qo'yamiz, sababi sharmandali holatlar bo'ldi. Lamborghini ustiga ham tosh qo'yadimi? Ahmoq estromik, loh miyasiga o'ra estromik chinni ahmoq. O'li Lamborghini ustiga ham tosh qo'yasan, bo'lmasa chinni bo'lmasa sen bir o'ldirib yuborardim hammaylar. Hazil obunachilar, albatta mana shunday qilib bitta blokni ham normalniy qo'ya olmaydigan darajada mana obunachilar. O'sha mana bu uyda o'zi ham xo'sh, obunachilar, hazil, albatta obunachilar, mikrofonda ovozi balandlab ketib qoldi. Shunchaki o'zimdan achchig'im chiqib ketdi. Obunachilar, let's go. Hazil. Nimaga xato qilaveryapman? Men obunachilar, jumaman вообще. Nima hazil qilyapman? Hazil deyman, xato qilyapman. Bu videoni kechasi o'tganim mana aybimmi? Mana buni chiqib qolganini qaranglar endi obunachilar. Men hackerman sizlar. Yoki rocksman obunachilar. Tavba obunachilar. Xo'sh, mana shunday qilamiz. Qulub kaltdak cho'k bo'ldi obunachilar. Sizlar bilan men fermer bo'ldim. Keyingi videolarda bu Lamborghini balonni qayerda sotadi, shuni aytsanglar, bir Lamborghini tuzatamizmi yoki sotib olamizmi, orqa tomonga yuqiramizmi yoki boshqa narsa qilamizmi, shuni hammasini yozib qoldirsanglar men juda ham xursand bo'lardim va keyingi videolarda albatta hammasini qilamiz. Sizlar bilan men fermer Minecraft bo'ldim. Keyingi videogacha xayr obunachilar, sizlar bilan men ko'k kiyimlik yigit. Let's go. Obunachilar, gapirib charchab ketdim. Ko'rib olsin ham obunachilar, sizlar uchun qanday harakat qilyapman. Yo'q, video qotib qolganga o'xshab qoldi. Sal liklar. Xayr obunachilar.